Amerika İsrailga birlashib Iran hujum qilgandan keyin nima uchun O'rta Sharqdagi qo'shni davlatlar turqliq Arab davlatlari Ironga yordam qilmaydi? Arablar bilan farslar o'rtasida qanday farq bor? Amerika bilan Iron o'rtasida qanday tarixiy ziddiyat bor? Qani undaqda mangagishib bir tiniqla butkul Iron tarixi bilan umumyuzlik tafsiliy tanishib chiqing. Diqqat! Bu filmni ishlashga 6 kun 10 soat vaqtim ketdi. Bu filmda Iron tarixini, Iron Fars millatining Zoroastrizm e'tiqod sistemasi madaniyati va uning yo'qolib ketish tarixi, Iron Fars millatining Sasaniylar imperiyasining Arab imperiyasi tarafidan aloq bo'lish tarixi va yaqinqi zaman Iran tarixi va Iranning Amerika zo'ravonligiga qarshi turishdagi avangardga aylanish tarixi qatorliq 3 bo'lakka bo'lib turib so'zlaymiz. Qanundaqda ajrim uchun meni qo'shib olgandan keyin yurak berib saqlab bilan amsi boshlab ketdik. Birinchi, Iran Fars millatining tarixi va Zoroastrizm e'tiqod sistemasi. Iran Fars millati bo'lsa Aryan qon sistemasiga tabi 3000 yillik madaniyatga ega bo'lib, farslar dunyo tarixida tunji Osiyo, Yevropa, Afrika tutashgan imperiyani barliqqa keltirgan qadimiy madaniyatli millat hisoblandi. Milodidan ilgariki 2000-yillar Aryanlar hozirgi O'rta Osiyodan janubga ko'chib, hozirgi Iran egizlik kelgan hamda shu joydagi yerli xalqlar bilan birikib, hozirgi Fars millatini shakllantirgan. Milodidan ilgariki 639-yildan 550-yilgacha Aryanlar tunji bo'lib Fars egizligida birlik kelgan Medi xonadonligini qurib chiqqan. Milodidan ilgariki 550-yili farslarning davlat otasi Buyuk Kiros Medi xonadonligini yo'qitib, dunyo tarixidagi tunji Osiyo, Yevropa, Afrika tutashgan Persiya imperiyasini qurib chiqqan. Persiya imperiyasi O'rta Sharqdagi eng chong imperiyaga aylangan. Shundaqla Zoroastrizmni davlat dini qilib bekitib, Zoroastrizm diniga e'tiqod qilgan. Zoroastrizm bo'lsa, buningdan 2500 yil burun Ironda Zoroastr ismli bir odam tomonidan paydo bo'lgan e'tiqod sistemasi bo'lib, Zoroastrning ko'z qarashi bo'yicha odamning qalbi yo'ruqlik va qorong'ulik, oqko'ngillik va razillik deb ikkiga bo'lingan. Hamda razillik ilohiy Angela bilan oqko'ngillik ilohiy Mazda necha ming yilgacha o'zaro ilishgan. Ularning ilish jarayonida olamda cho'ng portlash yuz berib, cho'ng portlashdan keyin planetlar paydo bo'lib, hozirgi biz yashayotgan olam paydo bo'lgan. Eng oxirida yo'ruqlik oqko'ngillik ilohiy Mazda qorong'ulik ilohiy Angelani mag'lub qilgan. Shuning bilan olamdagi qorong'ulik bilan yo'ruqlik ayrilib chiqqan. Shung Zoroastrizmda yo'ruqlikni ulug'lab o'tga chiqilgan. Shung bu xildagi e'tiqod sistemasini davlat tilida Bayxo'ja deb atagan. Bu dal hozirgi Ironda nima uchun tarixiy necha ming yillik o't gulxon ibodatxonalarining bor bo'lishining sababi. Mazda bo'lsa Zoroastrizmga e'tiqod qiluvchilar cho'qiniga iloh bo'lib, bu dal Yaponiya mashinasozlik shirkatining Mazda markali mashinalarini eng dastlabda O'rta Sharqqa eksport qilib setib chiqarishda foyda bo'lish uchun Mazda mashinasiga Mazda deb markani engallashning sababi. Chunki Fars qo'ltiq rayonida yo'ruq ilohiy Mazda farslarga intayin tunishli bo'lgan ism hisoblandi. Ikkinchi, Fars millatining Sasaniylar imperiyasining Arab imperiyasi tarafidan halok bo'lish tarixi. Persiya imperiyasi O'rta Sharqdagi eng chong imperiyaga aylangandan keyin Babilon imperiyasini yo'qotib, Yahudiylarni Babilon imperiyasining bostirishidan qutuldirib olgan. Hamda barliq Yahudiylarni ozod qilib, Yahudiylarni yurt makoniga qo'yib etgan. Shunga tarixiy nuqtadan hozirgi Ironliklarning ota-bobolari Yahudiylarning shafaatchisi hisoblandi. Ammo keyin Iskandar Zulqarnayn imperiyasi bosh ko'targandan keyin Persiya imperiyasini yo'qotib etgan. Milodiya 224-yildan 651-yilgacha farslarning ikkinchi imperiyasi deb atalgan Sasaniylar imperiyasini qurib chiqqan. Ammo keyin Arab imperiyasi bosh ko'targandan keyin farslarning Sasaniylar imperiyasini yo'qotib, farslarga hukmronlik qilishga boshlagan. Ayni chog'da Arab imperiyasining kengayishligida zamin doirasi intayin kengayib, hatto davlatimiz chegarasiga yaqin kelgan. Bu chog' davlatimizning tangsilasi vaqtiga to'g'ri kelgan bo'lib, milodiya 751-yili Arab imperiyasi sharq kengayib, davlatimiz chegarasiga yaqin kelganda, davlatimizning qudratli tangsilasi qo'shin tarafidan mag'lub bo'lgan. Bu urushda davlatimiz tangsilasi Sang'uni Gavshenji Arab armiyasini mag'lub qilib chekindirgan. Arablar farslarning Sasaniylar xonadonlarini yo'qotib, farslarga hukmronlik qilish jarayonida farslarni majburiy vosita bilan boshqurgan. Shuning bilan arablarning ta'sirida Zoroastrizm asosida Ironda yo'qolib ketgan. Hamda farslar barbara arablarning dinini qabul qilgan. Halbuki garchi farslarning Sasaniylar podshohligi arablarga yengilgan bo'lsa-mu, ammo farslar bundan necha yuz yil burunla Persiya imperiyasini qurib chiqib, farslarning imperatori Buyuk Kiros Arab imperiyasi barliq kelishdan necha yuz yil burunla O'rta Sharqni bo'ysundirib, bu rayonning hukmronligiga aylanib bo'lgan. Shunga farslarning Persiya imperiyasi Arab imperiyasidan necha yuz yil burunla qurilgan imperiya bo'lganligi uchun ilgari keyin farq sababdan hozirgi Ironliklar o'zini arablardan burun imperiya qurib, arablardan necha yuz yil burunla O'rta Sharqning g'o'jisiga aylanib bo'lgan deb qaraydi. Lekin arablar bo'lsa o'zlarini biz tarixda Ironni bo'ysundirgan deb qaraydi. Bu dal arablar bilan farslarning o'zlarini qarshi tarafdan ustun tutilishining tarixiy sababi. Shu arablar bilan farslar har ikkilisi tarixiy iftixorligi sababidan bir-birini inkor qilish xarakteriga ega. Uchinchi, yaqin zamon Iron tarixi va Ironning Amerika zo'ravonlik qarshi turishdagi avangard aylanish tarixi. 19-asrning boshlarida Baliviy podshohligining qurg'uvchisi Lisaxon siyosiy o'zgarish qo'zg'ab, Qayja xonadonligini ag'dirib, g'arbga moyil Baliviy podshohlik hokimiyatini qurib chiqqan. Hamda Ironning barliq neft ishlab chiqarish yo'llarini Amerika, Angliya qatorliq g'arb davlatlarining shirkatlariga qo'shqo'llab tutqizib, g'arbning qo'rchoq hokimiyatiga aylangan. Shuning bilan Iron iqtisodiy qarama-qarshi nihoyat yaxshi taraqqiy qilib, Iron butunlay echib etilgan davlatga aylanib, O'rta Sharqdagi Parij deb nom olgan. Ammo bu xildagi g'arbning qo'rchoq hokimiyatining yuqori qatlamdagi xon jamiyat a'zolari va amaldorlari chiriklashib
ئېشىپ باينامratلىق پەرقى بارا-بارا چوڭىيىپ تۆۋەن قاتلامدىكى پۇقرالارنىڭ نارازىلىقى كۈچىيىپ ketgan. شۇنىڭ بىلەن 1978-يىلى ئىراننىڭ سابىق دۆلەت دائىسى خومېينىينىڭ باشلامچىلىقىدا ئىراندا چوڭ كۆلەمدە قارشىلىق ھەرىكىتى قوزغىلىپ بالىۋى پادىشاھلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشلىغان. شۇ يىلى 1-ئاينىڭ 16-كۈنى بالىۋى پادىشاھلىقىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى پادىشاھى لىساخان بالىۋى چەت ئەلگە قېچىپ ketgan. خومېينىي ھاكىمىيىتى تەختكە چىققاندىن كېيىن دۆلەتنىڭ بارلىق نېفىت ئىشلەپچىقىرىش يوللىرىنى دۆلەت ئىگىلىكىگە ئالغان ھەمدە چەت ئەل شىركەتلىرىنىڭ مول-پوللۇقىنى ئاياغلاشتۇرۇپ غەرب شىركەتلىرىنى قوغلاپ چىقارغان. بۇ ئىش ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلەرنىڭ مەنپەئەتىگە چېتىلغانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكا خومېينىي ھاكىمىيىتىنى ئېتىراپ قىلمىغان. شۇنىڭ بىلەن 1980-يىلى 4-ئاينىڭ 7-كۈنى ئامېرىكا ئىران بىلەن رەسمىي دىپلوماتىيە مۇناسىۋىتىنى ئۈزگەن. بۇ دەل ئامېرىكىنىڭ ئىزچىل ئىراننى چەتكە قېقىپ ئىران بىلەن دۈشمەنلىشىشنىڭ ھەقىقىي سەۋەبىدۇر. ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ ئىران قىيىنچىلىقتا قالغان چاغدا ياردەم قىلماي بىر چەتتە قاراپ تۇرۇشنىڭ سەۋەبى بولسا پارسلار بىلەن ئەرەبلەر ئوتتۇرىسىدا 2000 يىل بۇرۇنقى ئىمپېرىيە دەۋرىدىكى بويسۇندۇرۇش ۋە بويسۇنۇش مۇناسىۋىتى ھەم مىللىي ئىپتىخارلىق مۇناسىۋىتى بار بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ خىلدىكى تارىخىي ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى ئەرەبلەرنى biz tarixda پارسلارغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان دەپ پەخىرلەندۈرسە پارسلارنى biz ئەرەب ئىمپېرىيەسىدىن نەچچە يۈز يىل بۇرۇنلا ئىنسانىيەت تارىخىدىكى ئەڭ پارلاق ئىمپېرىيەنى بارلىققا كەلتۈرۈپ ئوتتۇرا شەرقنىڭ غوجىسىغا ئايلانغان دەپ پەخىرلەندۈرۈپ كەلمەكتە. گەرچە ئىران بىلەن ئەرەبلەر ئوتتۇرىسىدا 2000 يىلنىڭ ئالدىدىكى تارىخىي زىددىيەت مۇناسىۋىتى بار بولسىمۇ ئەمما دۇنيا تىنچلىقى ئۈچۈن ئىزچىل كۈچ چىقىرىۋاتقان دۆلىتىمىزنىڭ ياراشتۇرۇشى ئاستىدا 2023-يىلى 3-ئاينىڭ 10-كۈنى دۆلىتىمىز پايتەختى بېيجىڭدا سەئۇدى ئەرەبىستان بىلەن ئىران ئۈزۈلۈپ قالغىنىغا ئۇزۇن بولغان دىپلوماتىيە مۇناسىۋىتىنى نورمالاشتۇرغانلىقىنى رەسمىي ئېلان قىلغان. ئەمما ئىسرائىلىيەنىڭ سەۋەبىدىن ئوتتۇرا شەرق رايونىنىڭ مۇقىملىق ۋەزىيىتىنىڭ كەسكىنلىشى سەۋەبىدىن بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ دوستلۇق مۇناسىۋىتىمۇ ئۆزگىرىشلەرگە دۇچار بولۇپ كەلمەكتە. 抖音